Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Jizzax viloyat hokimligi, Jizzax viloyat prokurori. Ushbu yo'l bilmayman hech nazoratga olinmaydi. Ancha bo'ldi, shuning uchun o'zim bu yerdan hujumcha qatnamayman. Kechagina yaqinda bir o'tib, shu fuqarolarning e'tirozini eshitib shuning uchun chiqaryapman. Mana bu yo'llarni qarang. Faqat komissiya keladigan yo'llardagina o'sha katta rahbarlar keladigan yo'llardagina ta'mirlash ishlari bo'lyapti-yu, lekin mana shu Jizzax viloyati Do'stlik tumanining Yangi Hayot mahallasini mosdan mana avtomashinalar qarang o'tishini juda qiynalib chuqurlar. Kim xohlasa mana bunaqa qilib yozda kuni Saratonda ko'ryapsizlarmi? Kavlab tashlaydidan qayta ta'mirlamaydi. Mana ahvol shu mostgacha. Mostda ham bir yillari chiqaruvdik 2022-yilmidi. Shunaqa edi. Mana ahvolni qarang, mashinalar ichida qiynalib, shofyorlar mana shu juda yamalar katta bo'lib ketgan. Mana shu joyni bilmadim, qaysi mutasaddi rahbarlarga aytish kerak. Ta'mirlash ishlari yo'q. Ancha vaqtdan beri bu yerdan adashmasam prokuror ham o'tadi, chunki prokuror hokim mana shu yo'lda o'tadi adashmasam. Lekin ta'mirlash ishlari yo'q-da buni. Odamlar mana shu avtomashinalarda o'tadigan joyda juda xarob ahvolga kelgan. Shu mostlarni ham shu aytganimizdek bir paytlar ta'mirlagan edik. Mana ahvolni ko'ryapsizlar. Juda bir achinarli ahvol. Endi bilmadim, endi bu Do'stlik tuman hokimiga o'zi chaqirib bularda shu yo'l nazoratni o'zi nazoratga oladimi yoki Jizzax viloyat avto yo'l nazoratga oladimi bilmayman. Endi Jizzax viloyat hokimimi ana shu narsani nazoratga olib yo'llarni mana shu Yangi Hayotda aholi uchun ta'mirlanib qilib bersalaringiz iltimos qiladi mana shu xalq. Chunki ko'ryapsiz, mana juda qiynalib o'tyapti mashinalar. Bu bugungi holat emas, bu anchadan beri mana shunaqa holat bo'lib kelyapti. Men to'g'risi bu joyga bir ishim tushib kelib qolmasam, kelsam shu ko'cha mana shu mahalladagilar chaqirib shu yo'limiz juda ta'mir talab bo'lib ketgan. Bilmayman, birov ataylab qiladimi, unisini bilmadim. Mana bu ahvolni qarang, Saratonda qazlab tashlaganmi, ilov ataylab surtganmi kimlar. Shunga nazoratga olib, holatni o'rganib, ta'mirlab berishlarini iltimos qilardik. Shu aholi turmush tarzi yengillanishi uchun. Qatnov qismi mana gazni ham juda past, turbani juda past qilib o'tkazgan. Mana kelayotgan avtomashinalarga e'tibor qilsangiz juda yo'lda tanlab o'tishiga majbur bo'lyapti.